Yana savollarga o'tamiz. Birinchi navbatda bu narsa hukumatimiz tomonidan juda keng targ'ibot tashviqot ishlari, juda katta bir yordam, dastaklar orqali juda bir yaxshi natijalarga erishyapmiz desam bo'ladi. Mubolag'a bo'lmaydi. Mana bugungi kunda qo'limizda qaror bor. Ya'ni 2023-yil 11-sentyabrning 300-sonli qarori bilan 24-25-yillar oralig'ida o'zbek adabiyoti xazinasidan rukni ostida butun jami o'zbek adabiyotini qamrab olgan holda 200 jilddan iborat o'zbek adabiyotini nashr qilish to'g'risida qaror chiqdi. Albatta bu qaror yuzasidan katta ishlar hozir olib borilyapti. Mana bizning qo'limizda hozir 66 ta mumtoz adabiyotimiz namunalaridan iborat ro'yxatimiz bor va shu ro'yxat bo'yicha ishlayapmiz. Bu yerda atoqli olimlarimiz, yozuvchilarimiz, to'plovchilar, nashrga tayyorlovchilar, katta bir komissiya tuzildi, ro'yxati tasdiqlandi. Kimlar qaysi jild ustida ish olib borishi ma'lum bo'lgandan keyin bu materiallar bizga kelib tushdi. Bu komissiya mana O'zbekiston Fanlar akademiyasi, shuningdek yozuvchilar uyushmasi bilan birgalikda faoliyat olib bormoqda. Bugungi kungacha hozir ham faoliyatda. Mana shu jildlarni to'plash, materiallarni to'plash, ular ustida ishlash, muharrirlarni, nashriyotdagi xodimlarni domlalar bilan bog'lanishi, ma'lum bir savollar chiqib qolishi mumkin, jumlalar bo'lishi mumkin, tushunmovchiliklar, mana shularni bartaraf qilish uchun bularning ustida katta ish olib borilyapti desam bo'ladi. Mana shuni yuzasidan hozirgi kunda, bugungi kunda biz 12 ta 200 jildlik yuzasidan 12 ta asarimiz nashrdan chiqdi. Bu jarayon davom etmoqda va yangi yilgacha biz ancha muncha, ya'ni qo'limizdagi materiallar tayyorlanganlari, tayyorlari hisobga olingan holda 40 dan oshiq kitobni nashr qilishni mo'ljallab turibmiz.